Valan yengni oson usulda o'rganamiz. O'zingizda bor yeng andazasidan foydalanishingiz mumkin yoki noldan boshlab tayyorlab olishingiz mumkin. Faqat tayyorlayotgan paytingizda qog'ozingiz ikkiga buklangan bo'lishi kerak. Mana bu joydan osilish haqlarigacha kesib, cho'tki qilib yengni bichib olasiz. Yuqoridan va pastdan 1 santimetrdan cho'k haqini hisobga olib bichishingiz kerak. Yengni oldi tarafidan ozgina kesiladigan joylarni kesib, o'sha tomonga belgi qo'yib oldim va mana bunday qilib kesib chiqdim. Endi har bir kesilgan bo'lagimizdan mana shunday qilib qayirib, yengimizni aylana shaklga keltirib olamiz. Yumaloq shaklga kelgungacha ba'zi joylarni mana bunday qilib kesib aylantirib olishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan andazani yoyilgan qog'ozimizni ustiga qo'yamiz. Ichkari tomondan va andazamizni chekka tomonidan chizib olamiz. Yengimizni mana bu ostki qismi qanday yakun topgan bo'lsa, xuddi o'shanday qilib chizib olishimiz kerak. Ishlatayotgan qog'ozim shunaqa chiroyli andazalarni chiqarishda juda ham qulay. Qizlar, agar sizga qiziq bo'lsa, direktdan yozing, ma'lumot beraman. Sotuvda o'zimizda bor. BTS pochta orqali sizga yuborishimiz mumkin. Ana endi chizgan chiziqlarimiz bo'ylab andazamizni kesib olamiz. Bu yengni shu variantda bichganingizda proymalaringizga bexato o'rnashadigan bo'lib chiqadi. Valan yenglarni kuzatgan bo'lsangiz agar, uzunligini tekislab olish qiyin bo'ladi. Bu variantdan foydalanib bichsangiz, uzunliklari ham teng, tekis bo'lib chiqadi. Andazamni materialga bostirib, chizib, kesib manekenga qo'yib sizga ko'rsataman. Qizlar, hali manekenga o'rnashtirmasimdanoq ma'lum, qarang qanaqa to'kilib, chiroyli bo'lib turibdi. Kengligini sizga ko'rsataman, qarang qanchalik yoyiladi. Yengimiz juda ham chiroyli chiqdi. Sizga foydam tekkan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ying.